Organizm zo'r ishlab turishi uchun eng avvalo inson to'g'ri ovqatlanishi kerak. Ikkinchisi, u harakat qilish kerak. Hatto agar suvni ham, toza suvni ham uzoq payt bekitib qo'yib, agar suv oqar suv bo'lmasdan bir joyda turib qolsa, hatto o'sha suv ham loyqalanib buzilishni boshlaydi. Organizm ham shunaqa. Organizmda ham doimiy harakat bo'lishi kerak. Sizni organizmda qon aylanishi uchun, o'sha limfa qon tomirlaridan limfa yaxshi aylanishi uchun sizda harakat bo'lishi kerak. Uchinchisi uyqu. Juda ko'p bu narsaga e'tibor beramiz. Biz ko'p gapiramiz. Uyqu uchinchisi. Agar u normal uxlasa u odam, miyasidagi hamma narsa kech-kecha olgan o'sha negativlari ham, boshqasi ham ketib, miya dam oladi. Miya dam olgandan keyin bosh miya nima? Bosh miya butun organizmni boshqaruv sistemasini boshqaradigan organ. Ana boshqaruv buziladi shunda. Agar miya dam olmasa, ana o'shandan har xil depressiya, u depressiyani orqasidan boshqa kasallik kelib chiqa boshlaydi.